Abdulloh aka, mana ko'p platformalar bor. Forex bor, futures bor. Nega aynan siz spot yo'nalishida ishlaysiz? Xo'p, spotda boshida o'sha aytganimdek, har bir odamning o'zining qarashi bor. Diniy dunyoviy qarashi bor. O'shandan kelib chiqib yo'l tanlaydi albatta odam. Ikkinchi masala xavf kamroq. Forex futuresda misol uchun likvid degan tushuncha bor. Misol yaqinda ham ko'rdik, o'sha $700,000 likvidatsiya bo'ldi. O'zi asli u summalar misol u tabiiy hol. Misol $1 million qancha likvidatsiya bo'lgan odamlar juda ko'p. Ya'ni u nima uchun? Yo'nalish qanaqa edi o'zi? U misol spotda likvidatsiya yo'q. Yana bir narsa bor. Dunyodagi boy haqiqiy investorlarni oladigan bo'lsak, misol uchun Warren Buffett desak, misol eng katta investorlardan misol ana shu odam forex futures ishladimi yoki bo'lmasam aksiyalarga egalik huquqida faoliyat yuritadimi? To'g'ri, mantiqiy savol beryapsiz. Haqiqatan eng boy odamlar, eng aqlli odamlar deb hozir tushunchalar ko'p. Nega ular aynan spotda ishlashyapti? Nimaga ular futures yoki forex ishlashmayapti? To'g'ri aytyapsiz lekin. O'sha aksiyalarga egalik qiladi. Misol uchun mana masalan garov o'ynaysiz. Forex futuresda haqiqatda garov o'ynaysiz. Misol $10 ming bilan savdoga kiradigan bo'lsangiz, likvidatsiya degan joy bor. O'sha likvidatsiya agar narx tushib ketadigan bo'lsa, o'sha senada siz $10 ming hamma pulingiz likvidatsiya bo'lib ketadi. Bitta urinishda. Masalan, spotda bo'ladigan bo'lsa, spotda bu juda ham kam. Albatta stop ham bo'ladi, misol uchun. Endi aytish mumkinki odamlar forex futuresda ham stop bo'ladi-yu. 1%, 2% stop bo'ladi. Misol uchun shunaqa kam bo'ladi. Demak 1%, 2% dan ortiq stop qo'ya olmaydimi? Yo'q, uni plishosiga, lotiga qaraydi ular. Uni hozir aytayotgan gapni spotdagilar tushunmaydi, lekin o'sha forexda ishlaydiganlar tushunadi. Misol futuresda men endi buni o'zim shug'ullanmayman, ustoz bo'lganim uchun men buni odamlarga ajratib berishim kerak. O'shuning uchun buni gapiryapman. Ya'ni $10 ming bilan savdoga kirdi. 50 plichosi bor. Masalan, 50 plichosi bor. Narx 1% yursa, misol uchun 50% foyda ko'rsatadi. Masalan, bu $5 ming foyda degan 1% yursa. Nimaga desa, o'sha birja unga kredit beradi. Ya'ni 50 misol uchun $50 ming bilan savdo qilayotgan imkoniyatini beradi yoki misol $500 ming. Endi minus tomoni-chi esa xuddi shu $10 ming puli mana 50x bo'lsa, narx 4% tushadigan bo'lsa, misol uchun o'zi narx 2,5% tushsa, bo'ldi, pul likvidatsiya bo'lib ketadi. Chunki birja unga qarz bergan, uni qarzi chegarasi bor o'shani, misol 2,5% tushib ketdi, bo'ldi, u likvidatsiya bo'lib ketadi. 100x ta tushuntirib beray, 100x bilan kirdi, narx 1% yursa, 1x foyda qiladi. Lekin narx 1% dan oshiq tushib ketsa, o'sha $10 ming pul hammasi likvidatsiya bo'lib ketadi. Xuddi shunaqa lekin. Xuddi shunaqa narsa, lekin spotda unaqa narsa emas. Buni biladi, $10 ming bilan kirdingiz. Narx necha foiz yursa, ana shuncha foiz foyda qilasiz. Narx necha foiz tushsa, shuncha ziyon qilasiz. Ya'ni savdoga olib kirgan pulingizdan. Demak, spot yo'nalishida sotib olish oldi sotdi bor. Forexda faqatgina pul kontrakt tuzasiz. Futuresda ham, forexda ham faqat kontrakt tuzasiz. Egalik huquqi yo'q. Faraz qiling, misol uchun siz invest qilmoqchisiz. Siz oshiqcha pulingiz bor. Masalan, siz oshiqcha pulingiz bor. Ana shu oshiqcha pulingizga nimadir olmoqchisiz. To'g'rimi? Misol investitsiya qilmoqchisiz, yer olmoqchisiz, mashina olmoqchisiz. Ya'ni ko'chmas pul, shunga o'xshash narsalar. Bu siz invest qilasiz. Misol uchun $10 ming ga yer olib qo'ydingiz, oradan yillar o'tdi, $30 ming bo'lsa, $20 ming foyda qildingiz, to'g'rimi? Buni siz investitsiya deb ataladi. Masalan. Endi bir kishi kelsaki sizga mana shu $10 ming tik, mabodo uyda narxi masalan $7 ming ga tushib ketadigan bo'lsa, $10 ming hammasiga kuyasan. Bo'lmam, sani yer saniki bo'lmaydi. Faqat senda kontrakt bor xolos. Desa. Bu oddiy qo'poq, qimor. Kontrakt shu. Sizda u yer haqiqiy siz yer sizniki emas u. Faqat kontrakt tuzasiz xolos. Shu. Endi o'sha invest qilmoqchi bo'lsa, bu sohada masalan ishlamoqchi bo'lsa, men o'zimning shaxsiy fikrim shu, o'sha spotda aksiyada ishlagani afzal. Riski ham kamroq. Tushunarli. Shu. Riski kamroq deganda xavf kamroq. Pul birdaniga ko'p bo'lib ketmaydi, birdaniga yo'q bo'lib ketmaydi. To'g'ri, misol uchun boyishi ham kamroq foyda qilishi mumkin. Lekin xavfi ham kamroq bo'ladi.
ikkinchi tomonlama demak bu narsa joiz. Nojoiz emas. Tushunarli. Hozirda yangi boshlayotgan insonlarga, ya'ni yangi treyderlarga qanaqa tavsiyalar bermoqchisiz? Xo'p, birinchi o'rinda hech qachon qarzga bu ishni boshlamang. Birinchi tavsiyam. Ikkinchi tavsiyam Qarzga boshlashning nima xavfli tomoni bor aytmoqchi bo'lganim. Qarz endi har bitta insonning o'zini sharoiti bor. Misol uchun bitta inson sharoiti ko'tarmasa qarzga olib biznes tikishi mumkin. Nimaga spot yo'nalishida, nimaga kriptovalyutada qarzga olib savdo qilib bo'lmaydi? yangi kirayotgan ishingizni hali bilmasdan turib qanaqasiga qarz olib uni yuritmoqchisiz? Masalan, mashina minishni bilmaydi. To'g'rimi? Mashina minishni bilmagan odam sizdan pul so'rayapti. 10 ming dollar berib turib kira qilaman. Hali mashina minishni bilmaydi, nima qilasiz? Mashina minishni o'rgan deyman tabiiy. Oldin o'rganish kerak uni. Birinchi bosqich. Siz mabodo berdingiz mashina oldi, nima bo'ladi deysiz? Hali bilmaydi, haqiqatda bilmaydi. Demak, faqat boshlanayotgan odamlar qarzga olib ish qilib bo'lmaydi, lekin уже o'rganib bo'lgandan keyin qarzga olib ish qilsam bo'ladi. Unda ham ikkinchi bosqich bor. Bitta narsani aytaman, odamlar foydaga sherik, zararga emas. Misol qarzga oldingiz, qarz bergan odamni sizni holatingizni tushunish kerak. Misol uchun bildi, siz misol o'sha ishga o'zingiz urdingiz, inshaalloh yurib ketsa qarzingizni uzasiz, yurmay qolsa kutaylik bilish kerak. O'zi hali ishingiz yurgani yo'q. Masalan, o'zi hali ishingiz yurgani yo'q, hali boshqachasiz, lekin narigi odam qarzini so'rab tursa, tushunmaydigan odam sizga ikki tomonlama bosim bo'ladi. Oilangizni erkak kishimiz oilani ta'minlash birinchi bosim. Ya'ni u majburiyatdan qochmaydi erkak kishi. Ikkinchisi qarz. Qistayapti. Ya'ni ikki taraflama siquv bo'ladi. Endi o'sha holatda qanaqa qilib u puldan risk qiladi? O'sha pulda qanaqa qilib u odam risk qiladi? Birinchi bosqich tezroq boy bo'lsa, o'sha minusiga unamaydi. Faqat pul ko'paysa. Ya'ni psixologiya buziladi. O'sha savdoga kirayotgan vaqtda har birida misol nechta pul zararga rozi. O'shandan keyin savdo bitimi ochiladi. Demak, shunchaki sotib olib turib, foyda qilsam qilaman, zarar qilsam qilaman desa, u foreksdan farqi qolmay qolar ekan. U ziyoni katta-da. U aytaman, bu ish mana hozir yangilarga aytaman. Yangilarga deganingiz uchun hali bu savol to'liq javob olgani yo'q. Texnik analiz 10% rol o'ynasa, 30% pul boshqarish deylik, 60% psixologiya turadi. Ya'ni juda ham katta qism psixologiyada. Endi psixologiyani nima buzadi? Siqilish, g'am, bosim, odamlar. 60% psixologiya. Misol bu taxminlar asosida savdo bitimi ochiladi. Ya'ni grafika o'zi nima? Grafika bu o'sha oldi-sotdini bizga ko'rsatuvchi omil. Biz ham misol uchun demak uni taxmin qilib savdo bitimini ochamiz. Endi har qanaqa savdo turida ham masalan. Endi ana shu holatda kiryapti bu odam, bo'lib ham ilmi yo'q hali. Bo'lib ham pul begonaniki. O'zini o'zi qanaqa his qiladi bu odam? Misol uchun haqqoniy birodarlar bo'lishligi mumkin. O'sha pulni men senga berdim. Yurib ketsang, mashallah, zo'r, xursandman. Beraverasan boyib ketganingda, lekin mabodo endi tushib qoladigan bo'lsang, mayli, men senga yana ustingga qo'shimcha ravishda senga bosim qilmay deydigan bormi? Hozirgi holatda misol 99% dan bitta bo'lishligi mumkin. Haqiqatda shu. O'shuning uchun, ya'ni real qarash kerak. Hozir endi tradingdan tashqari ham gap cho'zilyapti. Instagram boshqa platformalarda odamlarni yengil hayotga o'rgatish bor. Hamma narsani yengil qilib ko'rsatishadi, misol, hamma narsani. Bitta trading emas, hamma narsani. Misol uchun kinolarda ham bola bitta qizni yaxshi ko'rib qoladi, misol, qiz dadasi boy bo'ladi, chaqiradi, bo'ldi, boyib ket. Demak, birinchi ish yaxshi ko'rish kerak ekan. Ya'ni umumiyda ular omad anaqaga erishish yo'li oson deb ko'rsatishadi. Aslida unaqa emas. Haqqoniy qiyinchilikdan o'sib, o'zini muvaffaqiyat erkak kishi muvaffaqiyatga erishgan odam biladi o'zi nimalar bosib o'tganini, qanaqa yo'l o'zi. Bitta bu trading emas, muvaffaqiyatga borish qanaqa osonmi o'zi haqiqatan internetda ko'rsatishgandek osonmi yo o'zi sinovlari bormi, qanaqadir bosqichlardan o'tish kerakmi? Jumladan masalan,
Yusuf alayhissalom qissasi. Misol, quduqqa tushadilar. Qul bo'lib sotiladilar, zindon yana keyin keladi. Ya'ni boshida sinovlar, keyin o'sha Haqqoniy hayot shu. Mana hozir eshitayotganlarga haqqoniy hayot oyatda ham qiyinchilikdan keyin, mashaqqatdan keyin keladi yengillik. Bu Alloh taoloning so'zi, bandaning so'zi emas. Ya'ni yengillik mashaqqatdan keyin keladi. Bu mashaqqatdan oldin ertaklarda va oldin yoshligimizda aytib berishardi-ku. Oldin baliqda. U narsalar erta, u real hayotda u narsa yo'q. Real hayotda oldin mehnat, mashaqqat, mana oddiy masalan boksyorlar deylik. Misol uchun natijaga erishdi, hamma joyda demak muhokama qilinadi, to'g'rimi? Umumiy odamlarning fikri, xullas, qachonki bir muvaffaqiyatga erishasiz, nimadir bo'ladi, endi e'tiborga tushasiz. Lekin sizning mehnatingiz qiziqtirmaydi. Lekin u boksyorlar masalan 15 yil, 20 yil mehnat qiladi. U kim uni muhokama qiladi? 1 million odam bo'lsa 10% ham muhokama qilmaydi uni. Lekin uni mana masalan 60 kilo vesda bo'lsa, O'zbekistonda 60 kilolik vestalar bilan u ajralib chiqish kerak to u darajaga borguncha. Xullas, umumiy misollar ko'p, ya'ni unaqa yengil hayot, bu ishda ham masalan yengil, oson, tezda 2 oy, 3 oydan keyin boyib ketasiz degan tushunchalar eng sayoz tushunchalar. Umumiyda hayotda bir muvaffaqiyatga qozonmoqchi bo'lgan odam haqqoniy bir hayotiy odamlardan o'rnak olish kerak. Ya'ni hayotga real qarashni o'rganish kerak. Hayotga real qarash kerak. Shu real qarash kerak. Odamlarni real ko'rish kerak. Tasavvurdaqa ko'rmaslik kerak. Tasavvur bu xayol bu. Misol uchun sizga bir narsalarni tasvirlab berish mumkin, sizda tasavvur paydo bo'ladi. To'g'rimi? Lekin siz uni haqiqatini qachon anglaysiz? O'sha narsani ko'rsangiz, bilsangiz. To'g'rimi? O'sha narsaga yo'liqqan vaqtingizda bilasiz. Ungacha xuddi shunday, ya'ni Instagram bo'lsin, boshqa platforma bo'lsin, umumiy juda ham ko'p, men o'zim ko'rayotgan narsa tez boyib ketasiz. Yo'q, o'zi umumiy hamisha ham tez boyish degan narsa yo'q. Mashaqqat yaxshi narsa. Men o'zim tushuncham, tradingda bo'ladimi, sportdami, hayotdami, mashaqqat insonni tarbiyalaydi. Bir joyda eshitganim, oltinni sof oltinni ajratish uchun qanchalik gradusda yondirish kerak ekan birinchi. Undan oldin demak uni ajratib bo'lmas ekan, xullas. Ya'ni kirlardan ajratish uchun qizdirish kerak uni, mashaqqat berish kerak unga. Misol temirni ham bir shaklga olib kelish uchun oldin uni qizdirish kerak. Ya'ni umumiy atrofga qarab tafakkur qiladigan bo'lsa, har bir narsa mashaqqatdan keyin keladi endi. Bu srazu kelmaydi u. Kimni kursini oladi, masalan, kimni kursini olishdan qat'iy nazar mashaqqat qilish kerak. Yozadi, konspekt qiladi, ustida ishlaydi. Tushunarli. Hozirda soxta treyderlar deylik, soxta treyderlar ko'payib ketgan ijtimoiy tarmoqlarda. O'zlarini muvaffaqiyatga erishgan qilib ko'rsatishadi. Ustoz tanlayotganda qanaqa ro'yaliga amal qilish kerak? Ya'ni ustoz qanday tanlanishi kerak o'zi aslida? Birinchi bo'lib yo'nalishga ahamiyat berish kerak. Birinchi, ikkinchi o'rinda o'sha insonni kuzatish kerak. Misol uchun, men oddiy qilib aytsam, bitta gruppaga yozib qo'ysam, analizni tushadi deb. Ikkinchi gruppaga oshadi deb yozib qo'yishim mumkin. O'zi ikkita yo tushadi, yo oshadi. O'xshasa, masalan, undan olib mana ogohlantirdim, bundan olib mana ogohlantirdim. Qanaqa ajratish oldindan tashlasin. Misol men o'zim 2 yildan beri kanal yuritsam, o'xshamagani ham bor, alhamdulillah. Mashinalarning bitta sifati bor. Ular xato qilmaydigandek qilib ko'rsatadi. Buni bu sohaga kirgan odam biladi, xato qiladi. Xatosi foydadan, misol uchun, foydasidan kamroq bo'ladi, shuni evaziga daromad qiladi. Lekin umuman xato qilmaydigan, faqat u eng zo'ri ko'rsatadigan odamlar 99% mashinik bo'ladi. Chunki u kirgan odam biladi, oddiy masalan 3 oy savdo qiling, o'zingiz masalan bundan boshqa kim bo'lsin, biladi. U odamlar tasvirla kim qanaqaligini o'zi biladi. Lekin yana bitta narsaki, kelishib olish kerak. Nimaga? Kursdan olayotgan bo'lsa, o'sha men olgandan keyin ham o'shanaqalarga ro'para bo'lib qolgan bo'lsa-chi. Yoki bilmasdan kurs masalan ajrata olmayotgan bo'lsa, bitta narsa, misol, kelishib olinglar. Mana shu kursni olaman, haqiqatda mehnat qilaman. Oxirgacha yozaman, uy vazifalarni bajaraman. Lekin
rezultat bo'lmasa-chi, sen aytgandek bo'lmasa-chi, pulni qaytarasanmi desam. O'ziga o'ylagan odam qaytarib beraman deydi. Aksar qaytmam, men qaytarib beraman deyman. Qachonki haqiqatda oxirigacha o'qisa, ustida ishlasa, o'shanda ham foyda sezmadim. Desa pulni qaytarib beraman. Xo'p, shunaqa holatlar kuzatilganmi? Xo'p, bunaqa holat bir marta kuzatilgan. 2 ta shogirddan bir martada kuzatilgan. U qanaqa bo'lgan desa, bitta o'sha odam tushunmagan, qolganlar tushungan. Demak, bu meni aybim emas. Shaz bo'lib qolgan ya'ni. Misol, qachon ya'ni hech kim tushunmaydi, misol dars bo'lsa, agar misol uchun mana misol qilib beraman. Maktabda deylik, 30 kishi bor. 30 kishi bor. 30 kishidan 25 kishi zo'r o'qidi. Qo'shiq ayirish hammasini zo'r bilyapti. Ichida 5 kishi hisoblanmayapti ham, raqamni ham bilmayapti. Mana bu bitta o'qituvchida ayb bo'ladimi? Yo mana bu misol 5 kishidami? Desa, tabiiyki 5 kishida, chunki agar ustozda ayb bo'lganda 25 kishi ham o'rgana olmasdi. Mantiqiy jihatdan. Lekin mana bundan o'sha qo'shnilar ochidagi treyderlar foydalanmaslik kerak. Ko'rsatib bersin, misol real sabablarini kelgan treyder emas odam stopdan qo'rqadi. Yana bitta sifati haqiqiy treyder odam kirish, chiqish, zarar nuqtalari. Foyda qilsa qancha bo'lishi, zarar qilsa qancha bo'lishini biladi. Alloh izni bilan. Ya'ni savdo bitimi ochishdan oldin kirish, chiqish nuqtalari aniq bo'lishi kerak. Aniq bo'ladi u. Shunchaki sotib oldim, boy bo'laman degan. Yo'q, qarang, bitta savol. Mana 2020 da bular ham bo'lgan, to'g'rimi? Dogecoin, boshqa coinlar 20 ming, 10 ming foiz o'sgan. Siz 10 ming dollarlik oluvdingiz, 1 million dollar bo'lib qoldi pulingiz. Misol qilib beraman. Siz necha foiz? 10 ming foiz ishladingiz. Siz zo'r trader deganim? Siz ilmi yo'q, faqat oldingiz, omadsiz kelib qoldi. Lekin 10 ming foiz daromad qildingiz. 1 million bo'ldi pulingiz. Bu siz zo'rligingizni anglatmaydi, bu siz omadsiz oluvdingiz oshib ketdi. Siz qachon siz o'sha narsani nima sababdan kirdingiz, nima sababdan chiqdingiz, nima sababdan aynan o'sha nuqtada sotdingiz? Tushunyapsizmi? O'shanga asoslaringiz bo'lsagina, ha, demak siz asos bilan kirgan ekansiz. Deb aytiladi. Shu? Tushunarli. Shunda smart money o'z kuchiga egami yoki klassik savdomi? Qaysi biri haqiqiy savdoda o'z kuchini beradi? Internetda juda ham o'zi xuddi Mers bombaga o'xshagan. Bir-biriga konkurent deb qarashadi odamlar. Xo'p, klassik ishlaydimi, smart money ishlaydimi demoqchisiz. Ha, shunaqa demoqchiman. Endi treyderlarni tilda aytganda. Ha, misol uchun klassika ham misol ishlaydi. Klassik ishlaydi, konsepsiya bilan ko'rsangiz, faqat klassikani o'zi bilan, faqat urovingni o'zi bilan emas. Boshqa asoslari bor. Ya'ni qo'shimcha faktorlar bor. Boshqa o'sha klassikani aqlli pullarni ko'zida ko'rsangiz. Ya'ni ikkita strategiyani bir-biriga qo'shsangiz zo'r ishlaydi. Faqat klassika. Misol men inshaalloh niyat qilganman. Juda ham ko'p joyda klassikani xo'p zo'r deyiladi, boshqa deyiladi. 500 dollardan, 1000 dollardan, 800 dollardan sotishadi. Ana shu narsani bepul qilib boshlagan endi 5-darsga kelganmiz. Xudo xolasa uni inshaalloh qo'limdan kelgancha yetkazib beraman. Bu siz Telegram kanalingizda bo'lyaptimi? Telegram kanalida bo'lyapti. Bu narsani qilib beraman. Lekin bitta narsa, mana shu sohada ishlamoqchi bo'lgan odamlar zo'r o'rganaman desa, chuqurlashtirishni maslahat beraman. Vaqt bor edi. Men o'zim vaqtim ketgani uchun men shu narsani aytaman. Keyin yana bitta narsa o'sha kurslarda aytdingiz, nechta kurs ko'rgansiz? Alhamdulillah deb aytaman. O'zim masalan oxirgi kitlar to'rida o'qigan odamlar 6 ta, 7 ta misol uchun 4 ta, 5 ta kursda o'qigan odamlar mendan rozi bo'lib o'zi aytgan. Ko'proq kim rozi bo'ladi? Men o'zim kursimda o'qigan odamlar, ko'p kursni ko'rgan odam rozi bo'ladi, to'g'risi. Ajratiladi-da. Tushunyapsizmi? Farqini ajratiladi. Xuddi masalan taomlangan odam faqat bir joyni ovqatlansa, keyin tomonni bilmaydi-ku. Ular uni olib ko'rgan, bo'lmagan, buni olib ko'rgan, ular biladi. Kimda nima bor, yaxshi biladi. O'zlari rozi bo'lib, masalan, Alloh ulardan ham rozi bo'lsin, ularni. Ular haqqoniy narsani tushungan. Kim o'zi bu narsani? Endi bu aytishingiz mumkinki, faqat sizmi? Yo'q, bor. O'zbekistonda ham yaxshi, zo'r bor. Alloh rozi bo'lsin. Misol, men o'zimga targ'ib qilayotganim yo'q, faqat ajratib olish kerak odamlar. Mana o'sha ko'p anaqalarni kuzatamiz. Faqat reklama bo'lmasligi kerak, o'sha natija bo'lishi kerak. Natija deganda natijani tashlamas.
ochiq kanalda bo'lishi kerak. Aniq asoslari bilan oldindan jonli. Demak, aniq natijalar kanalda yoki oldindan tashib berilishi kerak. Do'pposli oldindan. Oldindan. O'xshab qolgandan keyin o'tmaydi. O'xshab qolgandan keyin siz oddiy, masalan, siz o'zingiz ham ikkita guruh ochsiz. Bittasiga uni, bittasiga buni yozasiz, to'g'rimi? O'z bozori yo tushadi, yo oshadi. Tushib ketsa narigini yozgan eskini qilib tashlaysiz. Oshib ketsa narigidan eskini qilib tashlaysiz. Ikkalasini ham xato qilmayotgan ko'rinaverasiz. Hatto shunaqa bo'lgan, ko'zimiz bilan ko'rganmiz, bizlar ustozimizni atamaymiz. Ustoz deb o'sha odamni o'rgangan narsangiz bo'lsa keyin aytasiz. Shunaqa aldashganki, mana eshitishayotgan bo'lsa, boshida o'zbeklar sodda bo'lgan, boshqa o'sha treyderlar shogirdlarga dars o'tayotgan vaqtda menga market makerlikni taklif qilishdi. Ya'ni coinni bozorda harakatini chizib beraman. Shunaqa zo'r bilamanki, bozorda men chizib bergandaqa coin yuradi. degan narsani gapirishga mashq ekan bo'lsa. Nechinchi yilda bo'lganmi? Bo'lgan. 22-23 da bo'lgan. Shunchalik ular bozorda coinni chizib berishar ekan. Lekin $500, $1000 kurs ochishar ekan. Bitta misol $100 million, $1 milliard coinlarni grafikasini ular chizgan joydan borar ekan. Faraz qiling, logika misol. Shunchalik yolg'on bo'lsa shunchalik bo'ladi deb o'ylayman misol. Evi biladi, yolg'on. Evi bilan u bor, shunadiganlar bor. Uyalmasdan bo'lib ham kimsiz o'zini mo'min deb da'vo qilgan odamlar bor. Alloh taolo o'z gunohlarini kechirsin, lekin bitta narsa to'xtash kerak. Odamlarning vaqtini boshqasini olmasdan borini aniq qilish kerak. O'shalar lovat yongan hozir birov eslamaydi. Vaqtida, shu. Tushunarli. Oxirgi marta qachon kursga e'lon berdingiz? To'g'risini aytsam, noyabrda bo'ldi. Noyabr dekabr oylari. 2025-yil hali endi birinchi pato. Doim niyat qilaman, misol kanalda ko'p reklama berishni to'g'risi xohlamayman. Endi buni nima sababdan siz ko'p reklama odamni bezdiradi. To'g'ri, hozirgi holatda auditoriyamiz misol uchun Telegramda ozroq bo'lishi mumkin. Misol bizdan keyingi kanal yuritayotgan odamlarda, masalan, Instagramga chiqqandan keyin kanalda 20 ming 30 ming odam bo'lib ketib, ular populyarlik ko'rinishi mumkin. Misol har oy kurs qilishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Umumiy aytayotgan narsam, o'sha 20 noyabrdan beri hali ochganim yo'q. Ya'ni niyatim rozi bo'lsin. Odamlar o'zi kelsin, rozi bo'lsin. Keyin yana bitta narsa, 3 ta taklifni qo'yaman, boshqa trader qo'ymaydigan taklifni qo'yaman misol. Qanaqa desa, birinchisi kursni oxirigacha o'qiydi. Masalan-da. Foyda sezmadim desa, pulni qaytarib beraman. Misol uchun, o'sha men aytganimdek bo'lmasa, men o'zim isbotlab bera olmasam, bozorda men o'zim qo'limdan kelganicha, misol 100% deyish xato, bozorda 100% bilaman deyish xato, 70-80% shu aytganimdaqa bo'lmasa, pulni qaytarib beraman. Misol kamera turibdi. Aksari aytolmaydi buni. Misol aksari. Ikkinchisi, misol hozir o'qisa, bundan keyin 10 ta kurs ochsam ham, masalan, mana undan ham bepul o'qaveradi. O'sh qayerda yo'q bu narsa ham. Maqsadim, ya'ni faqat kurs emas, misol o'quvchilarim bilishadi. 2022 da kurs ochgan bo'lsam, hozir 25 da ham o'qiyotganlar. Qanaqasi o'zini ustida ishlaydi. Nimadir o'rgansam ham, keyin kursni o'rgatsam, ular yana ko'raveradi xullas. Qo'shilaveradi. Misol uchinchisi jamoa bor. O'sha o'quvchilarni jamoa qilib qo'yganman, o'zimda o'qigan o'quvchilar, u bepul beriladi. Tushunarli. Imkoniyatlar, masalan, men o'zim tushuncham, oqlaydi pulini. Inshaalloh, mana misol kamerada aytayapman, oqlaydi. Chunki o'zi bu sohaga kirayotgan odamlar puli bor odam kiradi, bo'lsa ozgina bo'lsa ham pul ajratgan odam kiradi. O'sha pulni baribir bozorga tashlab chiqib ketadi, umumatda. O'shani oldinroq olib ilmini o'rgansa, oqlamasa, mana kamera misol. O'zim ko'rib turibdi. Mani taniganlar bilishadi misol. Odamlar bilan qanaqa pul muomala qilaman, xudoga shukr, misol bilishadi. O'sha jamoaga ham inshaalloh misol qo'shib qo'yiladi. Erta stream bormi, qanaqa fikr bo'lsa bemalol. Oddiy signal kanallarga masalan ulansa $30, $40 dan 1 yillik o'zi $400 bo'ladi.
Erta misol o'zimizda g'oya bo'lsa ham bo'lishinadi. O'zini birodarlarda bo'lsa ham xullas shunaqa narsa afzalliklari bor. Tushunarli. Ya'ni tayyor gruppa bor. Erta shogirdlaringiz hammasi jamlangan, yopiq guruhmi? Yopiq. Guruh. O'zimiz o'quvchilar. Tushunarli. Agarda bitta inson keladigan bo'lsa, sizga qiziqish bildirsa, kursingizni sotib olishdan oldin shogirdlaringiz bilan muloqot qilsa bo'ladimi? O'quvchilar bilan qilaversin, chatga olsin. O'zimiz kanalim chatida Abdulloh akada o'qigan odamlar bormi? Qanaqa o'zi? Bemalol, ya'ni bemalol. do'st bor, blok bo'lmaydi, boshqa kanallarga o'xshab. Biz masalan taniganlar biladi. Aytmoqchi bo'lganim, hozir ko'p kanallarda palonchi akani natijalarini aytinglar yoki palonchi aka haqiqatdan yaxshimi, natijasi bormi deb yozilsa, o'zimda ham haqiqatdan bo'lgan narsa blok bo'lib ketganmi? Bu kanalda chopilganmi? Yo, u narsa misol uchun siz agar o'zingiz ishingizda zo'r to'g'ri bo'lsangiz, ochiq o'zingizga ishonasiz, to'g'rimi? Sizni birovni gap qiziqtirmaydi-ku. Misol sizni har xil gapirsa ham siz o'zingiz to'g'ri o'ylanib turasiz. To'g'rimi? Hech qanaqa xotirjam turasiz. Misol bemalol yozasiz. Men o'zim shogirdlarim ko'rish, misol shogird degani ustoz alidaqa baland emas, o'zi tildan aytilyapti. O'zi odatda birodarlarim deyman. O'zimda o'qiganlarda ham misol kichkinasi bor, katta akam deymiz hali. Aka-ukadek bo'lib ketamiz misol. Sen shogirdsan, sen bunaqa muomala qil. Sen o'san misol yo'q, aka-uka bo'lib, xudo xolasa qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Tushunarli. Ya'ni o'rtaga chegara qo'yish, adminim yo'q shu kungacha. Cheris admin bog'lanmaydi, o'qimoqchi bo'lgan odam, maslahat so'raydigan odam misol. O'zingizga promoy chiqaveradi. O'zimda promoy gaplashaveradi. Mana, eshityapsizlar, inshaalloh agarda kanallariga o'tib, natijalar so'ramoqchi bo'lsanglar, haqiqiy jivoy odamlardan so'rasanglar bo'ladi. So'rashaverasiz. Hech qanaqa blok bo'lmaydi, ana oldinda. Bitta bor, mana bitta narsa bor. Oldindan negativ odam bo'lishi mumkin. Oldindan savolda ham har xil beradiganlar bor. Masalan, hech unaqa odamga ro'para kelmagan bir xabaringiz bo'lsa, kanalni izlon qilishga. Bir o'sha u o'zi negativ. Xullaski, oldindan negativ savol tashlasa, uni bilasiz. Oldindan qanaqasi bu kanalda ham Abdulloh akaning o'zi mashinaligini biladiganlar bormi masalan? O'zi savol, misol uchun deylik, faraz qiling. Ashnaqa savol bo'lsa, uni bilib maqsadini bilasiz-ku. Ich qoralar bor ekanda, hali. Ich qoralar bo'ladi. Siz yomonlik qilmasangiz ham qoralar bo'ladi. O'zi odamzod shu. Odamzod hammasi emas, lekin bor. Siz yomonlik qilmagan taqdiringizda ham siz yomon ko'rishadi. Misol, balki hasaddandir. Siz unga zarar berishingiz yo foyda farqi yo'q. Siz yomon ko'rishingiz mumkin. Xo'p, hozir yana bitta savol tug'ilib qoldi. Ko'p boy akalarimiz bor, ya'ni katta investorlarga, treyderlar bilan sherikchilik ish qilishadi. Sizda ham shunaqa takliflar bormi? Ya'ni qanaqadir ham summa bo'ladigan bo'lsa, o'z nazoratingizga olib, birgalikda har bitta bitimni o'z nazoratingiz ostida olib ishlashlik imkoniyatlari bormi? Yoki qanaqa qaraysiz bunga o'zi aslida? Bunaqa taklif ko'p bo'lgan. Katta summalar, misol, katta summalar bo'lgan. To'g'risi, oldin ham aytganman, odamlar foydaga sherik, zararga emas. Misol, savdoda zarar qilish mumkinmi? Mumkin. Misol uchun, siz masalan savdo qildingiz, bitta bu ishda emas, har bir ishda. Savdo qilsangiz, zarar qilib qoladigan bo'lsangiz, ko'tara biladimi? O'sha pul olib kelayotgan qancha? Misol, $50,000 mi, $100,000 mi? Orasi misol bo'lishi mumkin. Misol 20% bozor oqqani masalan 1% dan his qilib bo'lsa, masalan 10% bilan 15% ziyon qildi. Misol $10,000 ziyon qildi. Oldingi holat turaladimi? Misol sizni holat bormi? Xullaski, o'shuning uchun alhamdulillah Alloh bergan pulim misol anaqam bor. Sekin o'sha o'zim yo'limda ketib, endi yordam masalan berishim mumkin qo'limdan kelgancha. Men sababini qilaman. Rizq Allohdan. Shunaqa narsa bor. O'zimda o'qigan bo'lsa, mendan yaxshi ishlashim mumkin. Bu aytayotganim sababini, misol men sababini qilaman. Natija Allohdan. To'g'ri. Shu o'sha narsaga rozi, ya'ni qadarga bormi? Taklif aytganingiz, taklif juda ko'p bo'lgan. Lekin aytganimdek, o'sha foydaga sherik, zararga emas. Misol siz agar sizdan misol uchun $100,000, $50,000 foyda qilsa, 25,000 dan bo'lishdingiz deylik. Siz zo'rsiz. Misol uchun to'g'rimi? Siz yaxshisiz.
Mabodo 25 ming ziyon qilsa-chi. Mumkin bu narsa yo'q, mana oldindan mumkin-ku. Mumkin. Mabodo masalan Risk. vaqt va boshqa mumkin. Shunaqa holat bo'lishi mumkin. O'sha odam qanaqa fikrda bo'lasiz sizda? Ya'ni savollar u tomonga qaratiladi xullas. Shuning uchun vaqtda misol qo'limdan kelgan misol yordamni berishim mumkin. Misol bo'lgan ham shu vaqtgacha masalan yozishardi oldin. O'sha yordam qo'limdan kelgan maslahatni berganman. Ba'zi odamlar bo'lgan misol foyda qilganlar ham misol bo'lishi mumkin. Meni maslahatimdan zarar qilgan bo'lishi mumkin. Misol uchun bo'lganlar bor. Haqqini misol oldin olganim bo'lgan. Qanaqa desali pul katta odam bo'lsa o'ziga g'oya berardim. Oldin bo'lgan. O'sha 7 ming 8 ming foyda qilgan holati bo'lgan. Bu bitta сделкаdan. Endi оборот 20 ming 25 ming pul bor odam edi. O'sha 1-2 oy ishlab turib, o'sha foyda qilgandan keyin men u pulni ham o'zi taklif qilgani uchun, ha, bo'pti mayli deb aytgan edim o'shanda endi. Xullas. Savol shu bo'lib qoldi. Endi zarar qilgan ham misol bo'lishi mumkin. Demak, agarda foydaga va ziyonga sherik bo'ladigan bo'lsa, shunaqa takliflar bilan chiqsa bo'ladi. Yo'q, to'g'risi alhamdulillah pulim o'zimga yetarli, misol Xudoga shukr. Yaxshi. Ortiqcha bosh og'riq kerak emas. Foydaga sherik, zararga misol ana ochiq kanalda ma'lumot berishim mumkin. Misol o'sha g'oya bo'lsa ochiq kanalda ham beraveraman. Misol qanaqa o'sha odam birinchi bosqichda ilm olsa agar o'sha pul bor odam vaqt ajratib ilm olsa, endi men aytsam tushunadi-da. Ana bunaqa holat desam, ha, o'zi bunaqa bo'lishi mumkin degan narsani tushunadi. O'zidan qanaqadir ham qo'shimcha bo'ladi, gaplar bo'ladigan bo'lsa, auditoriyangizga yondashib auditoriyamga endi 2022-yildan beri faoliyat yuritamiz. Aprel-may oylarida shekilli kanalimizda masalan. Ularga ham rahmat. Qo'llab-quvvatlaydi, misol kanalingiz yuritishiga yordam beradi, manfaat bo'ladi boshqa. Misol biz ham ularga yordam berishga harakat qilamiz, qo'limizdan kelgancha. Padishga turgan akalarga rahmat. Alloh rozi bo'lsin, reaksiya berib, komment berib. Negativlar ham rahmat, misol, chunki o'zimizda minuslarni ko'rishimiz mumkin, ularni ko'zi bilan. Misol uchun, odam yaxshi ko'rsa faqat aybi, misol, yaxshi tomoningizni ko'rishi mumkin, negativ faqat yomoningizni ko'radi. Odam me'yorni bilishi kerak. Misol, negativ bo'lib turib, yaxshiligini ham yomon formaslik kerak. Yaxshi ko'rib turib, yomon tomonini ham yutib olmaslik kerak. Mo'tadil bo'lsa, har bir ishda hamma qabul qiladi. Faqat minus yoki faqat plus bu hamma odamda ham misol uchun naqa qilish mumkin. Tushunarli. O'sha rahmat aytaman o'zim auditoriyamga, misol yaxshi ko'raman, ko'rmaganman misol. Ular ham endi meni endi ko'rishyapti. Misol qanaqa deb ba'zi holatlarda bo'lardi. Menga video tashlaynishi emas, tanimayman u kurs olayotgan. Shunaqa odamlar bo'lgan. Keyin aytganman, misol meni shaxsiyatim siz pulingizdan qimmat turadi. To'g'ri. Misol anaqa men bekinmayman, keyin ko'rishamiz. Men uni sizni pulingizni olib ketish uchun yashirinib yurmayman. Shunaqa odamman. Siz $1 million pulingiz bo'lsa ham, masalan, siz men $1 million qo'limdan kelgancha, misol $100 xiyonat qiladigan odam emasman, misol. Xudoga shukr. Meni o'zimning shaxsiyatim, masalan, Abdulloh trader degan atama. Misol o'zi Abdulloh, misol meni Abdulloh trader deganda men gavdalanadigan bo'lsam, sizni menga $1 million o'tkazib qo'ygan bo'lsangiz ham, meni u pulingizdan ko'ra meni o'zim shaxsiyatim bu kibr uchun emas, boshqa uchun emas, meni prinsipim balandroq turadi. Har bir odam o'zini yarasha. Men sizni pulingizga xiyonat qilib qo'yadigan odam emasman, misol. Siz o'sha pulingizni Alloh taolo rizqimga yozgan bo'lsa keladi. U beradigan masalan o'qishdagi odamlar bor, misol $300 berib, shunaqa gap anaqa qilganlar. Ular bitta narsani aytmoqchi o'sha odamlarga ham. Kursga kirmoqchi bo'lganlar ham xavotir olmanglar, masalan. Kirsalaring, qo'limdan kelgancha mehnat qilaman, darsim jonli bo'ladi. Jonli gapiraman. 2 soatmi, 3 soatmi qo'limdan kelgancha birma-bir. Ba'zi bir traderlarga o'xshab shuni tashab qo'ymaysiz shogirdlarga yoki yozilgan zapisli darslik tashab bermaysiz. Yo'q, 85% jonli bo'ladi. Alhamdulillah. Har biri, bo'lsam 2022-da qilgan darsim bo'lsa o'shani tashlasam ham bo'ladi. Darsim jonli, alhamdulillah. Har bir savoliga misol xuddi mana bir kishidaqa shug'ullaniladi. Buni o'quvchilarim biladi. O'zlarining aytgan narsasi bor. Shu vaqtgacha misol ko'rdim, haqiqiy kurs misol o'sha $10 ming kursda sarflagan odamlar ham meni kursimdan rozi bo'lgan. O'zining og'zida Alloh rozi bo'lsin.
ukam o'qiydi degan birodarlar bor. Hmm. Masalan. Va undan qanaqa Allohga hamd aytaman shu. Azizlar, Abdulla akamizga rahmat kattakon. Sizlarga ham Tashrif rahmat. buyurib. Vaqtlaringni ayamasdan eshitganlaringga. Inshaalloh kelasi videolarimiz yana ham manfaatli bo'ladigan umiddaman. Inshaalloh vaqt qilsak, odamlarda savollari bo'lsa, qo'limizdan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Endi hozir masalan ko'rishib podkast Birinchi podkastimiz birinchi bo'ldi. podkastda bo'lyapti bu. Sizlarda qanaqadir ham savollar tug'iladigan bo'lsa, yozib qo'ysanglar, keyingi video ishimizda inshaalloh javob beramiz. Inshaalloh o'zi yana bitta narsa, o'sha odamlar aytishadi, ko'rishgan odamlar bor o'zimizda masalan Abdulla Turadov tanib turib, ko'rishgan odamlar bor. Siz boshqacha tasavvur qiladi deyshadi. Misol oddiy odamman, to'g'risi. Birodarni bilaversin, hech qanaqa misol bizning afzal tomonimiz yo'q, ular afzal tomoni yo'q. Faqat u narsani anaqa bilish kerak. Me'yor shu. Lekin oddiy odam vali aytmoqchi, kim degan narsa qiziqadi-yu, odamlar baribir. Shu oddiy odammiz. Misol ulardan afzal tomonimiz yo'q. Misol minusimiz bo'lsa borki, afzal tomonimiz yo'q. Hop, Alloh xayrli qilsin. Sizlarga ham. Inshaalloh bo'lajak treyderlarga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Inshaalloh. Keyingi podkastlarda ko'rishguncha. Inshaalloh. Rahmat hammaga.